Yangi yo'lliklar sizlar uchun zo'r yangiligim hamda bitta zo'r eslatmam bor. Bilasizlar 76-75 do'konni polni o'zim reklama qilaman. Bu yoqda 10% skidka ketyapti, ya'ni 5 kun qoldi. 5 kundan keyin skidka tugaydi jigarlar. Bu do'kon eng zo'r ustunli tomonlaridan bittasi. Bu butikka o'xshab hamma narsa narx-navosi yozilgan va o'sha narxdan 10% tushib berishadi mana. 10% skidka. Bu do'konda murskoyga kerak bo'ladigan libo oyoq kiyim, libo shim shalvarlar, libo sviterlar, yana nima aka, remellar, oyoq kiyimlar, kurtkalar, sviterlar, tepa past dvoykalar, hamma narsalar bor jigarlar. Tak что просто kiyinish kerak xolos. 10% skidka 5 kundan keyin tugab qoladi. To'g'rimi aka? Tim bo'li, meni nomimdan kelsanglar, yana ham tushib berishadi. Pastga joy qilib qo'yishgan, takoy qilib, bu yerda faqat kurtkalar, tepada sviterlar, shim shalvar, hamma narsa bor. Tashqarini bitta ko'rsataman, tashqarida jaketlar, yana oyoq kiyimlar. Manzil 2 Qozon osh markazining oldida 75-76-do'kon. Aniq lokatsiya mana shu kartinkani yonida. Mana shu akam o'zlari kutib oladilar, to'g'rimi aka? Xudo xolasa, kelaverasizlar. Mana 75 hamda 76-do'konda shu yerda bo'lishadi. Murskoy do'kon.